أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allohim, farzandimni sendan qo'rqadigan qalb bilan siyla, iymonini mustahkam qil, umriga, rizqiga barokatlar ber, saxiy boylardan qil. Robbim, bolamni el oldida aziz, hurmatini baland qil. Farzandimni Qur'on o'qib, unga amal qiladiganlardan qil. Namozini o'z vaqtida to'liq ado etuvchilardan ayla. Qur'on xulqi bilan xulqlantir. Ota-onasiga yaxshilik qilguvchilardan qil. O'zingni sevgan bandalaringga yo'ldosh qil. Martabasini ulug' qil, jismini, ruhini sog'lom qil. Fikrini erkin, qarorini adolatli, kalomini ma'noli qil. Allohim, farzandimni qo'rqoqlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, faqirlikdan, o'g'irlikdan, tuhmat qilishdan, tuhmatga qolishdan, yomon kasalliklardan, gunoh ishlarni qilishdan, sudxo'rlikdan, ochko'zlikdan, ojizlikdan, ziqnalikdan,